Agar siz ham ismaloqni nimaga ishlatishni bilmay turgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Menda ajoyib retsept bor. Birinchi bo'lib ko'katimizni to'g'rab olamiz. Qanaqa yediklar to'g'rashni farqi yo'q. Piyozimizni ham videoda ko'rsatilgandek to'g'rab olamiz hamda ikkita mahsulotni bitta idishga solamiz. Ta'mga ko'ra tuz hamda ziravorlar solamiz. Yog' solib yaxshilab aralashtiramiz. Uni chetga olib qo'yib, xamir tayyorlashga o'tamiz. Saryog' yoki margaringa ikkita tuxum, tuz, razg yetil solib, unni elakdan o'tkazib, xamir qorib olamiz. Xamirimizni 4 zvolikka bo'lamiz hamda birin-ketin yoyib olamiz. Yoyilgan xamirimizni patnisga qo'yib, nachinka hamda sir teramizda ustidan ikkinchi xamirni yopamiz hamda videoda ko'rsatilgandek tugib olamiz. Ustidan vilkada iz tushirib, tuxum sarig'ini surib, pechga yuboramiz va tayyor. Hali bunaqangi mazali somsa yoki pirog aniq yemagansiz. Men buni o'zim o'ylab topganman. Sir bilan ismaloq kelishmaydimi deysizmi? Aksincha juda ham mazali ta'm hosil qiladi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring va